do'stlar, bugungi videoda biza sizlarga top o'ynashda eng qo'rqinchli modlarni ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Videoga like va obuna etishdan chiqmasin. Biza bo'lsa videoni boshladik. Go. Birinchi modimiz bu spam karton dweller. Karton dweller desin ham bo'ladi, desanglar ham bo'ladi. Buni bu yoqqa qo'yamiz. What? Qo'yilmayapti. Mana. Shuncha qo'yilib ketdi. Mana bu karton dweller. Shunaqa bo'ladi. Buni so'zlaysan. Ishda qo'yib yubordik. Birinchi modimiz shu bo'ladi. Ikkinchi modimizni nariroqda ko'rsatamiz. Chunki deb shovqin ketdi. Ikkinchi modimiz bo'lsa spam skin stalker. Skin stalker bunaqa bo'ladi. Mana shunaqa rangda bo'ladi. Flash bu ikkinchisi skin stalker bo'ladi. Bo'lmasa uchinchi mod. Mana ko'rib olishinglar ham mumkin. Mana skin stalker. Bo'lmasa endi uchinchi modga o'tamiz. Uchinchi mod mana The Yeti Queen. Mana u The Yeti Queen bo'ladi. Xohlasanglar shuni qo'shib qo'rqinchli videolar olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa biz endi navbat to'rtinchisi bo'lsa The Queen Dweller. Bu ham o'xshash bo'lishi mumkin, lekin bu dweller. Mana bu 4ta ekan. Buning nomi mana Spam Queen Dweller ekan. Olishinglar mumkin. Endi 5-mod bo'lsa bu hozir ko'ramiz nima ekan. The Origin.jar ekan. Bo'lmasa buni ham qo'yib ko'ramiz. Bu ham shunaqa bo'lar ekan. Hali bundan kattalari chiqishi mumkin. Ular shunaqa modlarni qo'shib o'ynasanglar bo'ladi. Endi 6-modga marhamat. 6-si Spam Goatman. Ya'ni Goatman. Mana qanaqa bo'ladi bu? Qani qo'yilmadi-ku. Qo'yilgani yo'q. Qaytadan qo'yamiz. Mana hozir ko'rsat. Mana qo'yilib ketdi Goatman. Mana shunaqa. Mana shular Goatman ishladi endi. Ordinariyaroq qilamiz. 7-modimizni ko'rsatamiz. 7-modimiz mashhur bo'lgan The Mimikry modi bo'ladi. Qo'yamiz Mimikryni. Qo'sh qiyin bo'lyaptimi gadi? Qani endi Mimikry. What? Mana do'stlar, The Mimikry bo'ladi bu. O'ta ham mashhur bo'lgan avvallari. Hozir ham mashhurdir bilmadim. Lekin shuni ham qo'shib o'ynasanglar bo'ladi. Bu ham zo'r horror. Bo'lmasa 8-horror modga o'tamiz. 8-horror mod bu Man from the Fog. Bu ham vashshe zo'r mashhur. Menimcha, bilmadim yana. Mana bu qaranglar qo'rqinchligini. Bilyat. Ular shuni ham qo'shib o'ynasanglar bo'ladi. Nomini mana bu yerdan ko'rib olasizlar. Man from the Fog. Ular shuni ham qo'shib o'ynasanglar bo'ladi. Bu ham zo'r ekan. Menga tikilishi nima uni? Nima bo'lyapti bunga do'stlar? Yonim ham ketyapti. Cho'tta bu boshqasi zo'rroq ekan. Endi 9-mod bu Cave Dweller. Mana ko'rib olishinglar mumkin. Cave Dweller. Mana bu bo'lar ekan. Bu haliginga o'xshab ketar ekan cho'tta. Bo'ldi. Buni ham ko'rdinglar. Endi mana boshqa modlar ham o'tdik. Bu 10-mod. Nomi Nightmare Cave Dweller ekan. Mana ko'rib olishinglar mumkin. Ko'rgan bo'lsanglar qo'yamiz buni ham. Qo'yilmadi-ku. Ham chiqmayapti choyetdan. Mana shu.
Bu anavga o'xshaydi, lekin mo'yitlar titilib, voy, horror. Qo'lini qaranglar uzilganini. Buning nomi mana Nightmare Dweller. Xullas, o'zingizlar qo'shib o'ynasanglar bo'ladi faqat. Mana mononi ham bo'yni uzuni, qo'llari uzuni. Masalan, bu endi 11-modga o'tamiz. The King Dweller. Bu menimcha 3 kallali bo'ladi. Men ko'rganman 3 kallali bo'ladi-da. Mana do'stlar, mana 3 kallali. Buning nomini mana ko'rib olinglar. The King Dweller. Qo'shib o'ynasanglar bo'ladi, buni hammasi qilib, suvlar qilib. Endi 12-mod. Creation Jar. Bu ham menimcha buni tanimadim cho'ta. Aytdim. Mana uni. Mashika mana. Mana bu ham ularga o'xshagan, lekin bunisi ham titilib ketgan. Endi 13-eng qo'rqinchli mod mana. Jack is a clown. Bu clown bo'lsa kerak. Qo'yar. Mana. Uy, bo'ynini qaranglar do'stlar, buni clownda. Namuncha katta bo'lsa ham bo'lmayapti. Uchi bilan shekli. Bo'yni uzun, katta ekan. Mana bugungi video shu bo'ldi. Shuncha 13 ta mod sizlarga ko'rsatdim. Xohlasalar hammasini bitta qilib qo'shib video olsanglar ham bo'ladi. Bu modlar sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna esdan chiqmasin. Bo'lmasa bugungi video together. Hammaga xayr do'stlar, omon bo'linglar. Ya domenga kelyapti.